Assalomu alaykum, hurmatli dars o'quvchilar. Bugungi darsimizni boshladik. Sizlar bilan Flutter Flow darslarimizni davom ettiramiz. 5-chi dars. Bundan oldingi darslarimiz bilan tanishib o'tgan edik. Ya'niki, mana o'sha column, row, buttonlar, rasm qo'yish, sahifadan sahifaga o'tishlarni ta'minlab beruvchi widgetlar, funksiyalar haqida ma'lumotlar berib o'tgan edik. Bugungi mavzumizdan boshlab sizlar bilan ya'niki tanishib o'tamiz. Bu ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni, ya'niki qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish, ro'yxatdan o'tgan yuzerlar ma'lumotlarni bazaga saqlash, bazadan ma'lumotlarni olib kelib tekshirib, so'ngra ularni kirgizish. Shular haqida bo'ladi. Demak, darsimiz juda ham qiziqarli. Ikkita, uchta qismga bo'lib o'tamiz. Hop, ana edi. Demak, birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Esingizda bo'lsa, sizlardan birinchisiga aytib o'tgan edimki, Flutter Flow'ga ma'lumotlar bazasidan nima qilish mumkin? Integratsiya qilish mumkin. Masalan, Firebase, Supabase, SQLite, Fast API, shunga o'xshagan, ya'ni biza o'sha nimadan servislardan tekinga foydalanishimiz mumkin. Google Analytics yoki nima bo'lishi mumkin? Qanaqadir AI'lar, Gemini, shunga o'xshagan AI'lardan foydalanishimiz mumkin. Hop, buning uchun demak, sozlamalar bo'limiga kirib olamiz. Mana pastki qismdan teparoq qo'yib qo'yaylik. Demak, sozlamalar bo'limiga kirganimizdan so'ng hop, bizga ya'niki chiqadigan bo'limlar bor. Mana bu yerga barcha sozlamalar o'zimizga moslab qo'shishimiz mumkin. Proyektimiz nomini bu yerdan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Package name'larimizni ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Farqi yo'q. Shunday tursa ham bizga hech qanaqa zarari yo'q. Keyingisi collection. Collection degan bizga bu yo'llarimiz. Firebase bor bizga. Tillarni tanishimiz mumkin. Permissionlar o'zimiz berishimiz mumkin. Autentifikatsiya, push notification, masalan bizga mobile deployment, web deployment va hokazo va hokazo bizga xizmatlarimiz bor. Supabase bor, Algola bor, masalan Google Analytics bor, Google Maps bor, Gemini va hokazo va hokazo AI'lardan tekinga foydalanishimiz mumkin. Masalan, biz Firebase bir marta bosamiz ustiga. Firebase ma'lumotlar bazasi bor, hurmatli dasturchilar. Xo'p, foydalanib ko'rish tavsiya qilaman sizlarga. Google kompaniyasi tomonidan yaratilgan dastur, katta kompaniya bu. Har bitta Google akkaunt foydalanuvchisiga 10 gigabaytgacha tekin joy beradi. Bemalol 10 gigabaytga xohlagan turdagi ma'lumot turingizni joylashingiz mumkin. Rasmmi, yozuvmi, faylmi, hokazo hokazo farqi yo'q. Demak, biz mana shu dasturimizga, Flutter Flow'imizga Firebase akkaunt ochmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda Google akkauntlaringizni bo'lish kerak. Bo'lmasa ishlamaydi. Hop, mana shu Google akkauntimdan kirib turibmiz Flutter Flow'ga va shu Google akkauntim Firebase ham bor. Mana bunaqa Firebase ma'lumotlar bazasi, garajdan so'ng mana shunaqa baza chiqadi. Xo'sh, deyarli mana bunaqa ko'rinish. Mana shunaqa ko'rinish chiqadi. Sizlarga bu yerda yana hech qanaqa proyekt ochilmagan bo'ladi. Sizlar create a new Firebase project tugmasini bosib turib o'zingiz quyiga ochib boshlashingiz mumkin. Endi biz shu jarayonni dastur ichidan qilamiz. Bu uchun create project bosganimizdan so'ng proyektga nom beramiz. Masalan, proyektimiz nomi, masalan, ro'yxatdan o'tish. Project ID avtomatik. Keyingisi esa bizga yanaki region tanlagan debdi. Firebase mana shu davlatlarda, mana shaharlarda server markazlari bor. O'zbekistonga eng yaqini bu manimcha Dehli bo'lsa kerak. Shu yerda Dehlini topib olamiz. Masalan, Mumbai ham bu Hindistonga tegishli bo'ldi. Keyingisi esa agar biz Google akkaunti ustiga bir marta boshlagan bo'lsak, bizga bu yerda Google akkauntdan chiqib turadi. Xohlagan Google akkauntga yozib kirishingiz mumkin. Masalan, biz mana shu akkauntimizga dagi Firebase'imizga ya'ni nima qilmoqchi bo'lsa, o'sha ochib bermoqchi biza ma'lumotlarimizni. Demak, buning uchun albatta отпечаткаni o'qishimiz kerak. Va bo'ldi. Birozgina vaqt kutamiz. Bizga o'zi bu yerda chiqadi. Jarayon ketyapti dedi. Demak, project successfully request yuborildi dedi. 3 minutdan 5 minut vaqt oralig'ida bizga o'zi ochib beradi. Buning uchun men videoni to'xtatib turaman. Ochib bo'lgandan so'ng davom ettiramiz. Hop, davom ettiramiz. Demak, bizga ro'yxatimizni ochib berdi.
Ular berdi Firebase Firebase Project Credit deyapti. Ya'ni ulandi deyapti. Xo'p. Ulanganini qayerdan bilish mumkin? Xo'p, mana Firebase o'tganimizdan so'ng bitta akkauntni yangilab yangilayib bo'ladigan bo'lsa, qaraydigan bo'lsa, bizga hozir yangi loyihani ochib bergan bo'lishi kerak bu yerda. Mana ro'yxatdan o'tish degan loyihamizni ochib berdi. Hozirgi loyihamiz nomi ham xuddi shunaqa ro'yxatdan o'tishdi. Albatta bu loyihamizdan bizning loyihamiz bir xil bo'lib qoldi. Akkaunt o'sha proyektimiz. Xo'sh, demak, davom etamiz. Ana endi bu yerdan generate config files degan tugmani bir marta bosganimizdan so'ng, yana ham generate faylni bitta bosamiz. Mana bizga YouTube proyekt unaqamizni Firebase bilan nima qilibdi? O'sha generatsiya qilibdi. O'sha config fayllar. Config degani bizga o'sha sozlamalar, degan fayllar tuzab beradi. Xo'sh. Mana bo'ldi. Buni ham tahlil bo'ldik. Firebase bilan Flutterflow nima qilindi? O'zaro compete qildi. O'sha nima deyapmiz uni? Ulandi. Config bilan tugadi degani. Xohlasangiz yangi config ochib olishingiz mumkin, generate qilib olishingiz mumkin, bizga kerak emas. Xo'sh, demak davom etamiz. Keyingi qismimiz bizga bu authentication. Authentication o'tganimizdan so'ng mana bu yerdan enabled authentication yo'q qo'yishimiz kerak. Yo'q qo'yganimizdan so'ng tipini so'raydi. Qaysi terminaldan topmoqsan deydi. Type masalan bizga Firebase. Xo'p, demak bu yerdan so'raydi bizga qaysi pagedan qaysi pagega o'tsin deydi. Bizga hozir faqatgina bitta home page turganligi uchun bunga tegilmaymiz. Hop, keyingisi bizga yana bitta nimalar kerak bo'ldi? Tamom, manimcha bo'ldi. Bu yoqqa Firebase'ni saqlab oldik. Ulangan, hammasi joyida. Hech qanday muammolar yo'q. Qolgan muammolarni yerlarga to'g'rilab ketaveramiz. Mana bizga o'sha mana bunaqa kodni yozib berdi. O'sha Firebase'ning Firestore bo'limiga, hurmatli dasturchilar. Demak, endi nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib bizga ro'yxatdan o'tish bo'limi chiqadi. Ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan so'ng keyin kiramiz. Kirib bo'lganimizdan so'ng keyin nima qilish kerak? Bizga home sahifa ochilishi kerak. Agar ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng, masalan, ba'zilar ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng, demoqchimanki, xo'sh, kirganimizdan so'ng, masalan, bizga loginni xato yozsak, bizga login yoki parol xato deyishiga qanaqadir xullas kirgizmaslik kerak o'sha home sahifaga. Hop, buning uchun demak, bitta proyektimizga kirib olaman. Ro'yxatdan o'tgan proyektimizga adashmayotgan bo'lsam shu YouTube project atashi shu. Demak, bizga hozir hech narsa yonmagan, hech qanaqangi bir authentication ham, hech qanaqangi bir Firestore ham yonmasdan turibdi, hammasi bo'm-bo'sh turibdi. Ana endi hozir biz ma'lumot qo'shamiz. Qo'shgan ma'lumotlar bizga shu yerda ko'rinadi. Demak, endi boshladik. Listga o'ta olamiz. Page ocha olishimizga o'zimiz ham bitta pageimiz turibdi bizga hozir home page. Keyin esa bitta shablondan foydalanamiz. Mana bu yerda shablonlar bor. Demak, plus tugmasini bitta bosib olamiz. House degan bo'lim bosadigan bo'lsa, bizga bir-biridan chiroyli bizga o'zi shablonlar chiqadi. Mana shuni o'zimizga xohlagan shablonni tanlab olib, kirib olishimiz mumkin. Masalan, biz birinchisini tanlaymiz. My temni bitta bosamiz, house 1 deb qo'yamiz. Bo'ldimi? Xo'p, hurmatli dasturchilar, bizga birinchi navbatda house 1 chiqishi kerak. Bu yerdan biz sign up qilamiz. Sign up qilganimizdan so'ng biz sign in qilishimiz kerak. Undan so'ng esa bizga nima o'tish kerak? Home ga o'tish kerak. Home'ga qanaqadir masalan yozib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda masalan kelib olib, mana yozib qo'yamiz. Bu yerda masalan welcome to home page deb qo'yamiz. Welcome to home page. Buni bosgan paytda esa biz orqaga qaytishimiz kerak house 1 ga. Buning uchun o'sha actions bo'limidan action 1 ni tanlab turib navigation to va house. Bo'ldi. Mana endi house qismiga o'tib olamiz. Hurmatli dasturchilar, demak, sign updan boshlaymiz. Hop, ro'yxatdan o'tishning turlari bor. Biz Firebase tahlil qilishimiz mumkin. Authenticationga o'tib olaman. Bu yerdan qaraydigan bo'lsangiz, hurmatli dasturchilar, Firebase bizga shunaqa imkoniyatlar beradiki, get bosganimizdan so'ng chiqadi hozir bu yerda. Biz mana shuncha providerdan tekinga foydalanishimiz mumkin. Masalan, email pochta, telefon raqam, Google, Microsoft akkauntdan kirishingiz mumkin, Facebook akkauntdan, GitHub akkauntdan kirishingiz mumkin, xohlagan akkauntdan kirish mumkin. Endi men sizlarga o'zi email hamda Google akkauntdan kirishni ko'rsataman. Buning uchun email ustiga bir marta bosamiz. Mana birinchisini yo'q qo'yishingiz kerak, ikkinchisini yo'q qo'ymanglar, chunki ikkinchisini yo'q qo'ysangiz sizga o'sha kiritgan email pochtangizga havola yuboradi. O'sha havolaga keyin bossangiz keyin kiradi. Haqiqatdan ham bormi yoki yo'qligi tekshirish maqsadida qilingan narsa.
Endi bizlarga o'z vaqtimizni o'ldirib buni yo'q o'tirmaymiz. Shunchaki o'chirib qo'yamiz bo'ldi. Demak, yo'q bo'ldik. Yana ham add new provider deb o'z Google'ni yo'qamiz. Demak, Google'ni ham enable pixkasini bosib qo'yamiz. Bu yerdan bizlarga support qiladigan unaqani so'raydi akkauntni. Mana shu akkauntni tanlab qo'yaman. Va bo'ldi. Dan degan tugmani bosib qo'yishimiz kerak. Users degan bo'limga o'tadigan bo'lsa, bironta ham bizga nima yo'q? User yo'q. Boshladik. Demak, Google tugmani bosadigan bo'lsak, bizga nima qilish kerak? Google account chiqib olib, Google account orqali bizga nima etish kerak? Homepage yetib ketish kerak. Buning uchun action degan bo'limga o'tamiz. Bu yerda provider Google turibdi, ko'rishingiz mumkin. O'zimiz boshqa ham unaqa qo'shishimiz mumkin. Hamda bizga action'ga kelsak, o'sha create account turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Demak, create account degan bizga account yaratish. Mana hozir Google tugmasini bitta bos degan bo'lsam, bizga account yaratish kerak. Buni bosgan paytda esa bu shablonga o'zi avtomatik yozib qo'yilgan. Mana uchta inputdan keladigan qiymatlarni olib, bu tugmani bosgan paytiga Firebase ga nima qilib qo'yish, ro'yxatni o'tkazish. Create account tugmasini bos degan bo'lsa, bu yerda nima qilib bizga bu ham create account qilibdi. Faqat provider bizga Google emas, email. Email field degan joyga mana birinchi input, password field degan joyga ikkinchi input, confirm password degan joyga esa uchinchi inputimizga nima qilar ekanmiz, tanlab qo'yar ekanmiz. Mana bizga uchta inputimizni nima hozir nomlari. Tamom. Endi bitta run tugmasini bosamiz. Bizga hozir bitta xatolik beradi. Masalan, u xatolik nimaligini aytaman. Demak, biza test degan bugun sizlarni bo'lim mana tugmani bosamiz. Hech qanaqa preview emas, testni. Testni bosganimizdan so'ng bizga xatolik ham berib qo'ydi. Ikkita xatoligimiz bor. Bularni to'lab qo'yishimiz kerak. Mana bu xatolik. Boyagi aytdimki, belgilamasdan ketdik. Demak, biz hozir AUS 1 dan nimaga o'tish kerak? Home page'ga o'tish kerak. Tamom. Mana bo'ldi. Ana endi o'zimiz hozirgi sahifamizga qaytib olamiz bu yerda va o'sha test modni bitta bosamiz. Browserga vaqt kutadigan bo'lsa, bizga hozir o'sha ekranimizni ochib beradi. Ungacha videoni pauza qilib qo'yaman. Hop, davom ettiramiz. Demak, bu yerda bizga loyihamizni ochib berdi. Ko'rishingiz mumkin. Demak, ana endi email pochtani yozamizmi? Google account bosamizmi? Qaraydigan bo'lsak, bizga hozir xatolik chiqadi. U xatolik nimadan iborat desangizlar, demak, inspect bo'limini bosib olaman. Konsolni ochib qo'yamiz o'chilikka. Boshladik. Men Google degan tugmani bir marta bosaman. Bosganimdan so'ng bizga browserga vaqtganimizdan so'ng mana bu yerda hozir xatolik berdi. Xatolikni ham sababi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Va bu xatolik nimadan iborat desa, Firebase'ga authentication qismida biza mana bu o'sha yo'lni qo'yishimiz kerak. Anarog'i mana shu yo'l. Mana shu yo'lni olib qo'yishimiz kerak. Shu yo'lni bizayniki Firebase tashlab qo'yishimiz kerak. Bu uchun o'tamiz. Demak, saytga method emas, demak, biz settingsga o'tamiz. Hop, avtorizatsiya domenni bosamiz. Add domenni bosib turib, buni tashlab qo'yamiz. Ya'ni biz o'sha Flutterflow bizga bergan yo'lni addni bosamiz va bo'ldi. Va yana bitta bosib turib, demak, keyingisi bizga ya'niki https ikkita nuqta ikkita slash flutterflow nuqta io deb yozib qo'yishimiz kerak. Flutterflowni o'zini rasmiy animatsiya qo'yadigan domen qo'yishimiz kerak. Ikkita slash flutterflow nuqta io. Voy, mayli, shuni o'zimiz qilamiz. Flutterflow nuqta io. Bo'ldi. Ana endi qaytadan test modni bitta refresh qilaveramiz, yangilaveramiz. Endi qaraydigan bo'lsak, bizda hozir yana dasturimiz ochib beradi va Google akkauntdan kirishni bir marta boshlagan bo'lsak, hech qanaqa muammolarsiz Googledan ro'yxatdan o'tadi. Endi ishlatib ko'ramiz. Continue with Google.
Mana bizga Google akkauntimizni ochib berdi. Buni telefonda ham sinab ko'rishingiz mumkin. Demak, azbiya ravishlanishni ro'yxat o'tamiz yoki другой akkauntni bosib turib boshqa akkauntga kirishingiz mumkin. Продолжить va qaraydigan bo'lsak, mana bizga welcome to home page degan yozuvimiz chiqdi. Ya'ni home pagega o'tib ketdi. Agar xato akkaunt kiritgan bo'lsaydi, o'sha paytda kirmas edi. Users degan bo'limga qaraydigan bo'lsak, mana biz azbiya ravshanbek.uz akkauntimizdan kirib oldik. Qachon? 21 aprel kuni mana bizani ID'miz. Xo'sh, xuddi shu ko'rinishda davom etadi. Demak, mana buni bosgan bo'lsak, biz o'zi yana qaytib chiqib ketamiz. Yana continue with Google bossak, mana yana qaytib kiramiz. Mana, ko'rdingiz-a? Endi oddiy email pochtamdan kirish ko'ramiz. Masalan, aziz@gmail.com. Parolimizga 1 2 3 4 5 6 7 8 bir konfeni bosgan qo'shadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Create accounting tugmani bitta bosamiz va mana bu akkauntimizdan ham kirdik. Hop, bitta yangilab yuborsangiz mana bizga o'sha oddiy email pochtamizdan kirgan akkauntimiz ham chiqadi. Demak, biz ma'lumotlarimizni Firebase saqlab qo'yamiz. Agar biz hozir mavjud bo'lmagan akkauntga kirmoqchi bo'lsak, masalan, nimadir gmail.com, parol esa 1 2 3 4 5 6 7 8. Demak, taginni bosamiz. Mana bizga hech qanaqangi o'sha kirish bo'lmadi. Bizga pastga xato'lgan deb chiqdi. Agar biz aziz email pochtasidan kiradigan bo'lsak, ana endi bizga nima qildi? Kirib ketdi. Xo'sh, demak, menimcha o'ylayman, sizlar tushunadigan umiddaman. Qanaqa qilib Firebase'ni akkaunt ochib olish, qanaqa qilib ya'niki bu yerda ro'yxatdan o'tish qismini qilib olish qismlar shundan iborat edi. Keyingi darslarimiz sizlar bilan ya'niki nima qilamiz? Home pagega o'tgan paytga home pagega ro'yxat o'tgan yuzlarni chiqarib olib, oddiy Telegram messenjerni taxlaymiz. Ya'niki har bitta yuzerga xabar yuborgan paytga siz yuborgan xabaringiz o'sha yuzerga borib yetadi. U ham sizga xabar yuborgan paytga uni xabar sizga keladi. Xuddi Telegram o'xshaydigan biz sizlarni messenjer qilamiz. Bu birinchi etap edi, hurmatli dasturchilar. Demak, bu yerdan yozuvlarni o'zgartirib olib, logotiplarni o'zgartirib olib, boshqa qanaqadir rasmlar qo'yib olish u o'zingizga bog'liq. Endi keyingi eng oxirgi ishni qilib olamiz, shuni tugatamiz darsimiz. Demak, sign up'dan sign inga o'tishimiz kerak, lekin bizga to'g'ridan to'g'ri sign up'dan turib nimaga o'tyapti? Home'ga o'tib ketyapti. Buning uchun men sizlarga aytib o'taman, sizlarga vazifa qilib beraman. Mana bu sign in degan bizlar qismimizni boshqa bitta sahifa qilsak ham bo'ladi. Bu sizlarga vazifa. Bizga hozir bu yerda create account bosgan paytimizga akkaunt yaratilyapti-yu. Mana bu yerda sozlamalar bo'limidan nima qilibdi? To'g'ridan to'g'ri avuz birdan nimaga o'tyapti? Home pagega o'tyapti. Bizga home pagega o'tmasi kerak. Registrdan loginga, loginlar home'ga o'tishi kerak. Yoki logindan home'ga yoki registrdan loginga, logindan home'ga. Ana shu sizlarga vazifa. Bir urinib ko'ringlar. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Sizlarga yo'lni aytdim. Sign inni boshqa bitta sahifa qilib olasizlar. O'shanda zo'r ishlaydi. Demak, hurmatli darslar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.